Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanalimiz tomoshabinlari. Sizlar bilan biz HTML xususidagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda ссылка bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Ссылка bu o'zbek tilida aloqa degan ma'noni anglatar ekan. Albatta standart taglarni kiritamiz va faylimizni saqlaymiz. Avvalgi darsimizda ochgan papkamizga, ya'ni HTML papkasiga index ссылка deya qo'yaylik. ссылка.html deymiz va saqlaymiz. Faylimiz saqlandi. Endi ссылка bilan ishlovchi taglarni ko'rib chiqamiz. href mana bu joyga href значенияsiga, ya'ni ma'nosiga manzilni kiritamiz. Ya'ni mana bu ссылка hujjatidan index hujjatiga aloqa o'rnatamiz. Buning uchun ссылка hujjati ichiga biror bir ссылкаga bu index html manzilini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Agar bu biror bir papka ichida bo'lsa, biz avvalgi darsimizda rasmni papka ichida ko'rsatish bilan bu misolni ko'rib chiqdik. Mana shu yo'l bilan qolgan hujjatlar ham ishlayveradi. Endi bu joyga index.html deb yozamiz. Agar bu bizning foto papkamiz ichida bo'lsa, foto mana bunday slash yordamida foto ichida index.html bor deb ko'rsatamiz. Bizda esa unday emas va mana bu joyga yozamiz biror button index aloqa. Faylimizni saqlaymiz va brauzerda tekshirib ko'ramiz. ссылка. Ko'rib turibsiz, bizni mana ссылкamiz sahifada paydo bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Ссылкani bosamiz. Ссылкamiz ishladi. Keling endi rasmga ссылка berishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun rasmimiz nomini bilib olamiz. Men avvaldan tayyorlab qo'yganman. McQueen JPEG rasmi, bu yerga McQueen.jpg. Mana bu joyga endi rasmimizni joylashtiramiz. Image crc McQueen.jpg. Endi esa ссылкamizni yopamiz. Saqlaymiz va brauzerda tekshirib ko'ramiz. Mana rasmimiz paydo bo'ldi, biroq juda yirik planda, shuning uchun uni biroz qisqartiramiz. O'lchamini width 600 piksel. Brauzerimizni ham kichraytiramiz. Mana u namoyon bo'ldi. Endi buni ссылкamizni tekshirib ko'ramiz. Kichraytirilgan holatdan o'zining asl original holatiga ссылка yasadik. Buni boshqa fayllar bilan ham qilishimiz mumkin. Misol uchun audio fayl yoki video fayl bilan ham videoni kichraytirilgan holati va o'zini asl keng original holati bilan tekshirishimiz mumkin.
Silkalardan yana biri, silkaning yana bir turlaridan biri bu ref. Biror bir ya'ni yuklab oluvchi silka. Biz bunda mana bu m.mp3 musiqasidan foydalanamiz bu silkada. Misol tariqasida ko'rsatish uchun m.mp3 joyiga sil download musik bo'la qolsin, saqlaymiz va brauzerda tekshirib ko'ramiz. Buni ko'rib turibsiz, ko'chirib olasanmi deb, ya'ni download yuklab olish silkamiz ham ishlamoqda. Okey. Yüklab olindi va musiqamiz yuklab olindi va avtomat turda ochildi. Silkani yana endi atributlari bilan tanishib chiqamiz. Silkani atributlaridan biri bu. Mana bularni ajratib qo'yamiz. Sizlarga yaxshiroq tushunarli bo'lishligi uchun atributlardan biri bu target atributi. Target self deb yozamiz. Target self va bu ish bajarishini sizlarga brauzerda ko'rsatib beraman. Bundan avval yaxshiroq ko'rinishga keltirib olamiz silkalarimizni. H1 align center silkamizni H1'ni yopamiz. Mana H1'imiz align center paydo bo'ldi. Self atributi nima ish bajarib berishini tekshirib ko'ramiz. Silkani bosishimiz bilanoq u yangi oynada ochilmoqda. Self demak yangi oynada ochadi, faqat self atributi silkani yangi oynada ochadi, lekin bittagina oyna ochadi. Uni qayta bossangiz ham mana o'sha oynani qayta ochaveradi. Har bosganimizda yangi oyna ochish uchun esa pastki chiziqcha va blank deb yozamiz. Saqlaymiz. Navid xatolik. Chunki biz mana bu yerda atributini o'chirib yuboribmiz. Biz qo'shib qo'yganga o'xshaymiz. Tekshirib ko'ramiz, o'chirib yuborib. Index A atributi bu joyda o'chib ketibdi. Ref barobar index.html va target. Endi esa pastki chiziqcha va blank saqlaymiz. Browser tekshirib ko'ramiz. Qaysi joydadir xatolik. Index.html target blank
yangi oynadan ochmoqda. Bu atributimiz ham har bosganimizda yangi oynadan ochib ketaveradi. Bu silkani ko'rib turibsiz mana. Bir necha bor ochdi. Oynalarni har bosganimizda yangi oyna ochaveradi. Self esa bir oynani qayta ochaveradi. Ya'ni bittagina oyna ochadi u. Endi esa silka bilan yana ishlar qilish mumkin. ID top, ya'ni tepaga ID bu ID top biz mana bu H1 tagiga belgi qo'yib olmoqdamiz. Buni hozir brauzerda ko'rsatib tushuntirib beraman. Bizga sizlarga tushunarli bo'lishi uchun biz text ham kiritamiz. Text kiritamiz. Brauzerda tekshirib ko'ramiz. Mana tekstimiz paydo bo'ldi. Mana bu qulayroq bo'lish uchun align center emas. Right. Mana bu musikani ko'chirib oluvchi tegimizni ham H1 orasiga olib align right tushunarli bo'lish uchun va H1 ni yopamiz. Brauzerni tekshirib ko'ramiz. Mana ular o'ng tomonda paydo bo'ldi. Endi esa pastga silka ochamiz. Grep panjara top, ishonchli top, ya'ni hozir brauzerda nima ish bajarishini ko'rsatib beraman. Bu joyga yuqoriga deb yozamiz. Yuqoriga saqlaymiz va obnovit. Buni ham H1 orasiga olib qo'yamiz. Yaxshiroq ko'rinishi uchun va tushunarli bo'lishi uchun align right. H1 mana yuqoriga degan silkamiz paydo bo'ldi. Buni bosishimiz bilan mana bu indeks silkasiga borib qoladi. Mana tekshirib ko'ramiz. Yuqoriga chiqyapti. Bunga sabab biz mana bu joyda ID top deganmiz, ya'ni mana bu ID reshotka ma'nosini bildiradi va top H1 ga belgi qo'yib qo'yganmiz. Mana ID top deya. Va mana bu joyda biz silkamizga ya'ni aloqa o'rnatyapmiz. ID top panjara topga. Shuning uchun yuqoriga degan silkani bosishimiz bilanoq u mana bu biz qo'ygan belgiga aloqa o'rnatmoqda, ya'ni ana o'sha joyga bormoqda. Endi mana bu H1imizga ham o'shanda aloqa o'rnatamiz. ID bottom pastga va
yuqorida bir silka ochamiz yangi. H1 Align right va silkamizni yozamiz. Href panjara bottom bu yerga pastga silkamizni yopamiz. H1ni ham yopamiz. H1 ularga tushunarli bo'lishini bilaman. Bunday yangi qatordan boshlaymiz. Saqlaymiz hujjatimizni va tekshirib ko'ramiz. Pastdan yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Bunga sabab mana bu joyda ham id bottom, ya'ni pastga degan belgi qo'yib oldik va mana bu yuqorida mana shu belgiga aloqa o'rnatdik. Shu bilan silka aloqa xususidagi darsimiz yakunlandi. Omon bo'ling.